Samsung A57 olganim yaxshimi yoki buni puliga OnePlus Turbo 6V olganim yaxshimi? Ushbu savol bizni obunachimizdan kelib chiqdi. Kelinglar birgalikda ko'rib chiqamiz. Boshladik. Displeydan boshlaymiz. Samsungda Super AMOLED 120 Hz kuchli ekran, lekin OnePlusda bo'lsa oddiy AMOLED 144 Hz, lekin bu silliqroq ishlaydi. Ikkosiga 1 balldan beramiz. Samsungga eSIM hamda SIM tushadi, lekin Turbo 6V ga faqat va faqat fiziki SIM karta tushadi. Shuning uchun 1 ballni Samsungga beramiz. OnePlusda IP68, IP69K bor, lekin Samsungda bo'lsa faqat IP68 bor. Shuning uchun 1 ballni OnePlusga berdik. Kamerani battle qiladigan bo'lsak, Turbo 6V anchagina tiniqroq oladi hamda 4K 60 FPS olib beradi. Lekin Samsungda 4K 60 FPS bo'lmasa ham 4K 30 FPS bor hamda 0.5 kamera bor. 0.5 kamera bo'lsa Turbo 6V da yo'q. Shuning uchun ikkosiga ham 1 balldan bera qolamiz. Kimga tiniqlik kerak bo'ladigan bo'lsa OnePlus olsin, kimga bo'lsa 0.5 kamera kerak bo'ladigan bo'lsa Samsungda ola qolsin. OnePlusning komplektida hamma narsasi mavjud. Korobka, kabel hamda golovka. Lekin Samsungda bo'lsa faqat va faqat bir dona kabeli bor. Shuning uchun 1 ballni yana OnePlusga beramiz. Telefonlarning xotiralariga keladigan bo'lsak, ikkala telefonning ham maksimal xotirasi 12 ga 512 talik. Lekin eng kichkina xotira bo'lsa Samsungda 8 ga 128, OnePlusda bo'lsa 8 ga 256 talik bo'lib boshlanyapti. Shuning uchun 1 ballni yana OnePlusga beramiz. Telefonda yuragi, prosessorlarga keladigan bo'lsak, Samsungda Exynos 1680, OnePlusda bo'lsa Snapdragon 7S Gen 4. Akalar, bu yerda yaqqol chempion, albatta OnePlus. Yana 1 ballni OnePlusga beramiz. Ushbu telefonlar o'yinlarda qanaqa o'zini ko'rsata oladi? OnePlus o'zini o'rta me'yorni ko'rsatadigan bo'lsa, bu prosessori bilan Samsung bo'lsa anchagina o'zini yomon ko'rsatadi. Akalar, ushbu xulosadan kelib chiqib, yana 1 ballni OnePlusga beramiz. Telefonlarning batareykasiga ham yetib keldik. OnePlusda 9000 mAh batareyka, akalar 80 vatli zaryadkani qabul qila oladi. Lekin Samsung A57 da bo'lsa 5000 mAh batareyka zo'r holatdan 45 vatli zaryadkani qabul qila oladi. Bu yerda ham yaqqol chempion OnePlus bo'lib turibdi. Yana 1 ballni OnePlusga beramiz. Samsungda 3G, 4G, 5G zo'r darajada ishlab beradi. Lekin OnePlusda bo'lsa 3G, 4G hamda 4.5G zo'r ishlaydi. Faqat va faqat Xitoyda 5G ishlashi mumkin, lekin O'zbekistonda 5G yaxshi ishlamaydi. Shuning uchun 1 ballni Samsungga beramiz. Bu telefonni ham hozirgi paytda narxlarini ko'rishingiz mumkin. Haqqoniy va adolatli solishtiruv bo'ldi. Ikkala telefonni ham plyus va minus tomonlarini gapirib o'tdik. Agarda sizda ushbu summa bo'lganda Samsung A57 ni sotib olgan bo'larmidingiz yoki bo'lmasam OnePlus Turbo 6V? Kommentariyada o'z izohlaringizni yozib keting.